bir marotaba subhanallohi va bihamdihi deb qo'ysa deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, 124 ming dona savob yozilar ekan. Mana hadislar. Endi bitta odam bir marotaba subhanallohi va bihamdihi desa 124 ming dona savob yozilsa, biz bir kunda 100 ta, 1000 ta, 2000, 3000 aytsak, Allohdan jannatini umid qilsak bo'laveradi. Man qala subhanallohi va bihamdihi fi kulli yawmin 100 marra g'ufirat lahu dhunubuhu va in kanat mithla zabadil bahr. Bir odam 100 dona aytsa, subhanallohi va bihamdihi desa, 100 dona sanaq qilib aytib qo'ysa, Alloh jalla va ala uni gunohlarini hammasini kechiradi. Agar uni gunohlari dengiz ko'pigidan ko'p bo'lsa ham kechiradi. Chunki agar kechirmaydi desa, Allohning ulug'ligini pastanagan bo'ladi. Xudoy taolo qodir. Alloh hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin.